O'zi men bular Odilxonni ham hech qaysinisi tarafini olmam bularni. Shoumenlarda, boshqalarda, jingalak yoshlarda umuman tarafini olmam. Prosta o'zbeligi uchun gapiradigan bo'lsam, anavi bola o'zi ko'p o'tkazib Men O'zbekistonda ko'rishganman u bilan. Juda hurmatimni joyiga qo'yib, normal so'rashgan edi. Erka bilan bor, aktyor. Hozir prosta bir ikkita videolarni ham ko'zim tushib qoladi. Ko'zim tushsa, kameradan tashqariga bir gapirib urushamiz deb ko'p gapirgan u nimaga Odilxonga. Uni keyin kecha videosini ham tashlashib turasa ko'rsam, naynib yopdi qo'yma, shunaqa narsalar qilib so'kinib boshqa qilibdi. U endi prosta Qozog'istonda begona O'zbekistondan kelgan bayisda bunaqa qilish yaxshi emas-da. Men zo'r bo'lsa ham to'g'ri, shoumen, lekin bunaqa so'kinib o'zini xarakteri bo'pti. Biror marta O'zbekistonga kelib xuddi mana shu so'kinadiganlarini yoki bir shapaloq urushlarni O'zbekistonda bir qilib ko'rsinchi nima ularga. Qilaladimikin yoki